Hozirgi vaqtda ko'pchilik ayollarimiz simfizit sababli kesir amaliyotini tanlashyapti. Simfizit darajasi agar birinchi, ikkinchi daraja bo'lsa, operatsiya qilishga bu ko'rsatma bo'lmaydi. Bugun ham bitta homilador ayol keldi, og'riq boshlangan, o'zi men kesir qildirishim kerak, o'zim tug'ishim mumkin emas deb aytdi. Simfizit orog'ini o'lchab ko'rganimizda 10 mm chiqdi. Bunday holatda kesir qilishga umuman hojat yo'q. Bemalol bunday holatda tug'sa bo'ladi. U homilador ayol, homiladorlar Telegram gruppasiga ulanmagan, ya'ni o'zi tuqqan ayollardan yomon asoratlarni eshitib, bar yomon xabarlarni o'ziga singdirib olib, men kesir bo'lishim kerak degan narsani miyasiga singdirib olgan. Bu umuman noto'g'ri. Hali tug'ishingizga 2-3 hafta bor, bemalol dorilaringizni ichib, o'zingiz tug'sangiz bo'ladi bunaqa holatda deb jo'natib yubordim. Ayol qo'rqyapti, oyog'im ishlamay qolsa-chi, o'zim tug'sam, yo dard kuchayib ketsa-chi deb qo'rqyapti. Men unga hali tug'maysiz, yana bor dardga deb